Assalom qadrli va qadrsiz futbol ixlosvosi va короче futbol. O'zbekiston bilan Portugaliya Bunyodkor stadionida referida Roro, eng haqqoniy hakam. Hop, Shomurod tepinchigan. O'yinni boshladik. Davay. Davayki bolla. Davayki bolla. O'xti Ronaldoda yomon aldovdi lekin. Ronaldo ham bular hujum qilyapti. Va nima qilib tepib olinglar bularni? Betmetiga. Ye golmi? Offside! Offside, offside, men bilmayman. Qani offside? Offside. Chap tomondan hujum. Long ball qilib berdi. Yaxshi. De Bruyne'mi bu sariq kim bu? Men chovaraymi shunda oyog'iga. Choling, choling, choling. Ha, молодец. Нормально. Hammasi chotki, halol, halol. Shomurodovga pas o'rtadan, o'rta poylada jang ketmoqda. Opa, dumalatib berdik. Voy! Ikkalangga ham sariq, ikkovingga ham. Sen sariqqa ham sariq. Senga ham sariq to'xtaydi. Ko'tingni qiz men gapirayotganda qisib tur. Qayerda choldi? Ha, mash o'rtalarida choldi, mana mashida choldi. Mashida cholindi mana. Mashiga tursin joyida bor, manadan mashina tepib ekib o'yinar. Mana mashina qilib bersam gol rostmi? Qani Shomurod tepadi, ekadi buni. Ichga yaroqqa borgansa penalti bo'lardi. Ya. Mashi vaziyatda ham, vashi va vasha, voy, bo'pti, hop.